Dostlar, bugungi obzorimizda shahar markazidan 12 sotka yer maydoniga ega qurilish tugallanmagan joy bo'ladi. Uyning ishlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Dostlar, ko'rib turgan joyimiz 20 metrga 60 metr bo'ladi. Ko'cha taraf fasad solingan, ayna o'rinlari bor, aldilari siyashki bo'lgan, salmalargacha hamma yeri quyilgan. Har xil mevalari bor, archalarni boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Bu tarafda katta koridor solingan. Ana shunday kirganimizda katta pajariy xod bo'ladi. Ağaçlar yaxshi qilib, sifatli qilib bostirilgan. Ko'rib turganingizday polniy orqaga mashina chiqib ketaveradi. Ikki tarafdan daroza o'rnatilgan. Bilasizlar, bu yerda gaz, svetdan, suvdan muammo yo'q. Bu tarafimizga eshik o'rni bor. Oyog'ini fundamentlari bilan tanishtiraman. Ko'rib turganimiz bu orqa tarafi bo'ladi. Ko'rib turganingizday katta qilib pajariy xod, ikki tarafdan darozasi bor. Fundamentlari mustahkam qilib ishlangan, 1 2 3 4 qator sokollar ham o'rilgan. Bu solishga tayyor. Do'stlar, bu ko'rib turgan eshik o'rin bo'ladi, pajariy xoddan kirish bo'ladi. Mana shunday uzun qilib hol olingan koridor. Hamma xonalar razdelniy. O'ng tarafimizda 3 ta spalni joylashgan. Chap tarafimizda bir zal, to'rda yana bir spalni bor. 4 spalni, bir zal bo'ladi. Koridorning to'rinda vanna tualet uchun, sanuzel uchun o'rin qoldirilgan. Bir qati vermyanka solingan. Do'stlar, fundamentlarga e'tibor beramiz. 80 santimetrday fundament quyilgan, 50 qilib quyilgan. 100% pishgan g'ishtdan 4 qatorga sokollar ham o'rilgan. Qurilish uchun tayyor, joy solib ketaverasizlar. Pajariy xotini временный qilib atapina o'tirilgan katyoxonasi bu yerda polniy qishki kuni issiq bo'lib turadi, mashinalarimiz issiqni eritadi. Pajariy xoti 100% pishgan g'ishtdan bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar, kelib tekshirib ko'rasizlar. Bu yerimiz to'rga spalni bo'ladi. Bir xonasi solinib turibdi. Oyoqlarni solib olsanglar. Do'stlar, ko'rib turganingizdek orqa tarafga polniy mashina kiradi. To'rda garaj bor, tandirxonasi bor, kladovkasi, tualetlar, molxona, qo'yxona hamma narsa solingan. Eng katta zo'r yeri bog' alasizlar, bog'. Bog'inda yo'q mevani o'zi yo'q, hammasi chotki meva beradi. Do'stlar, ko'rib turgansiz, garaj bo'ladi, polniy mashinalaringizni kirgizib qo'ysanlar bo'ladi. Jensiy funksiya hojatxonalari bor. Bu taraflar molxonalari, hamma narsa solingan. Faqat joyini sazanglar bo'ldi. Garajimizning ichi bo'ladi bu, polniy betonlangan, ustlari yaxshi og'ochlardan bosilgan, yamasam bor, ustachilik qilaman desanglar. Keyin bu yoq tarafida katta bir sifati bor. Do'stlar, bunday bog'ni barpo qilish uchun necha yillar mehnat, vaqt kerak bo'ladi. Вообще zo'r daraxtlar, hammasi hasillar, mevalar, olma, yuzumi, gilosi, turli mevalar bor. Do'stlar, manzil Ellikqal'a tumani, Bo'ston shahri. Abay mahallasi, Kamoliddin Bekzod ko'chasi 14-uy bo'ladi. Oldingi nomi Qasim Nurimbek, ko'pchilik shu ot bilan taniydi. Вообще zo'r yer. Do'stlar, ko'rib turgansizlar, ko'chalari asfalt, gaz, svet, suvda umuman muammo yo'q. Bu yog'imiz bozor, bu yog'imiz mana shu tarafdan kelish bo'ladi, Yappoydan. Bu videoni shahar markazidan joy solaman deb turgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Like, comment esdan chiqmasin. Do'stlar, bu joyimizning narxini kelsak, narxi atmishlar egalar nomerlarini qoldiraman, bemalol telefon qilib bog'lanib, o'zlaringiz kelib ko'rib, savdolashib olsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom qiling.